Bir narsani sezganmisan do'stim? Ota-onamiz o'zgarmayapti deb o'ylaymiz. Aslida esa ular sekin-sekin keksayib boryapti. Ovozlari pastlashyapti, qadamlari sekinlashyapti, gaplari qisqarib boryapti. Avvallari ko'p maslahat berishardi. Endi esa kamroq gapirishadi. Bu dono bo'lib qolganlardan emas. Bu kuchlari kamayib borayotganidan. Biz esa bandmiz. Rejalarimiz bor. Shoshilamiz. Ular shoshilmaydi. Ular kutadi. Bir paytlar bizni maktabga kuzatishardi. Endi esa faqat uyga kelishimizni kutishadi. Eng og'ir joyi shuki, ular bizdan ko'p narsa kutmaydi. Faqat borligimizni. Bugun biz ota-onamizni yaxshi ko'ramiz. Buni ichimizda bilamiz. Lekin aytishga, ko'rsatishga har doim ham shoshilmaymiz. Go'yo vaqt ko'pdek. Aslida esa vaqt kam, juda kam. Bir kun kelib, ular o'sha joyda bo'lmay qolishi mumkin. Biz esa odatdagidek band bo'lib qolgan bo'lamiz. Bu qo'rqitish emas, do'stim. Bu hayot. Shuning uchun ba'zan telefonni qo'yib, yoniga o'tir. Gaplashish shart emas, faqat yonida bo'l. Chunki ba'zi mehrlar so'zsiz ham yetib boradi.